Men mana shuni pashta bir oydan o'taverib suvlayman degan jarayonda yana ustiga 12 kun, 13 kun kanal qurdi. Kanal qurgandan keyin bitta jib bu vapshin so'langlab, so'lib qoldi. Men mana shu pomidorni vos kechirdim. Yo'q, keyin shu suv qo'yib 3 kun, 4 kun oralig'ida suvni bosib o'rdim. Mana shu pomidor shu holatda keldi-da. Bo'lmasa men pomidorni o'zi biz taylayman dedim. Aynan shu yerda seminar bo'lsin degan dehqonlarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha izohlarda o'zlaringiz fikrlaringizni yozib ketsangiz, Avaz akamizdan iltimos qilamiz. Mana shu yerda real holatda kelib ko'rish imkoni bo'lib qolar. Shu orqa tarafida hosil ko'pmi deyman, mana shu. Mana hosil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana bachkida ham mevalar bor. Meva yana bachkini o'zi yana 3-4 taga shoxlagan. 45-50 gradusga yaqin issiqda gullar o'zini erkin tutib turibdi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Hozir lavhamiz Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Istiqlol mahallasidamiz. Demak, bu yerda Sakata kompaniyasining Suzana Plus qizil pomidorlari ekilgan. Biz bilan suhbatda Avaz akamiz. Bu yerda Assalomu alaykum Avaz aka. Assalomu alaykum. Xudo barakasini bersin dehqonchilikda. Ayni obed vaqti bo'lishiga qaramasdan mana vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Avaz aka, nima Suzana pomidorlarimiz ekilgan muddatidan boshlab bir eslab o'tsak. O 19-aprelda ekilgan. 2025-yil 19-aprelda ko'chatlarimiz ekilgan. Ikki sxemamiz qanaqa bo'lgan bu yerda? Avaz aka? Ikki sxemamiz bu xo'sh, yerni polni shudgor qilib, pulliklab, molalab, ariqlari 3 metrga olingan joylari. Ariqda ichidan ariqda ichigacha 3 metr olinib, ekilish jarayoni 1 metrga 4 tadan ekkanmiz. Demak 25 sm. 25 sm bittadan ekkan. 25 sm ga bitta ko'chat ekilgan. Avaz aka, adashmasam 1-yil ekishingiz Suzana. Suzana 1-yil ekishim. O'sha YouTube kanallarda ko'rib, YouTube kanalida. Ana shunga nima qilib, bu yil tanlov qilgansiz. Endi mana shu kungacha bo'lgan holatda, endi hosil pishish jarayoni hali oldinda, Avaz aka. Umuman ancha yillik baribir tajribangiz borligi mana qilayotgan ishingizdan ko'rinib turibdi. Bu pomidor yetishtirish bo'yicha ancha yillik tajribangiz bor. Shunday. Oldingi ekib yurgan gibridlarga nisbatan hozirgi holati bo'yicha qovlash jarayoni, gul jarayoni, o'zini o'zi baribini yopish jarayonlari juda zo'r. Xullas shu pomidorlarga qaraganda nisbatan o'zini o'zi yovish jarayoni, kattalik, qovlash jarayoni, gullash jarayoni hammasi zakonli oldingi pomidorlarga qaraganda. Demak, shu paytgacha ekib kelgan pomidorlaringizga nisbatan palay baquvvat bo'lishi, hosil yopishi, issiqda mana gullarni ushlash bo'yicha hozircha muammo yo'q. Mana paykalimiz umumiy qancha berdi o'z maydonimiz? Hozir bu yerda umumiy maydon 35-40 sotik bor. 35-40 sotik maydonga hurmatli dehqonlar mana ko'rinib turibdi. Palaylarga e'tibor qilsak, Avaz aka ko'p joylarda dehqonlarimiz hali tashyapti rasmlarni barg buralib qolganda boshlanish qismida o'tmanga o'xshaydi. Lekin buralish yo'q. Asosiy mana o'simlik holatiga qarasak, barglar erkin turibdi. Bu demak, o'sha Avaz akamizda oila a'zolarini mana shu yerda agrotexnikani mehnatni chiroyli joyida o'z vaqtida bajarilganligini belgisi. Endi xudo xolasa hosil pishish jarayonlari hali oldinda. Avaz aka, xudo xolasa bir hafta 10 kunda yaxshi massaga o'tish jarayoni boshlanadi. Oldin rang kirish jarayoni boshlangan. 19-chi bo'lsa, o'shanda hozir necha kunlik bo'ladi? 29ga borib 70 kun bo'ladi shu oyda. 29-iyunisiga 70 kun bo'ladi. 70 kun bo'ladi. 29 bo'lsa, demak hali yana 14 kun bor. 14-15 kun bor. 14-15 bo'ladigan bo'lsa, demak hozirgi kundagi holati taxminan bir 50 kundan oshiqroq. 57-58 kun atrofida bo'lib turibdi. Mana shu kundagi holati, hurmatli kuzatuvchilar, oldin rangga kelish jarayoni bo'lgan, o'sha ro'zg'orga ayrim nimalardan olib ishlatilib ko'rildi. Xudo xolasa, hurmatli dehqonlar, mana bu yilgi o'sha Surxondaryo viloyati sharoitida bizdan telefon orqali so'ragan dehqonlarimiz uchun mana Avaz akamiz real o'sha o'zlarining tomorqalarida 40 sotikga yaqin maydonda ekilgan Suzana pomidorlarimiz holati. Avaz aka, imkoniyat bersangiz, xudo xolasa keyingi tashriflarimizda ham buni hali massa hosil pishish jarayoniga o'tganda bir dehqonlarimiz uchun bir ma'lumot bo'lib qolar. Xudo xolasa balkim mana shu yerda bir seminar jarayonlarini ham tashkil qilarmiz. Nasib. Agar aynan shu yerda seminar bo'lsin degan dehqonlarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha izohlarda o'zlaringiz fikrlaringizni yozib ketsangiz,
Avaz akamizdan iltimos qilamiz. Mana shu yerda real holatda kelib ko'rish imkoni bo'lib qolar. Avaz aka, Xudo barakasini bersin, rivojini bersin, dehqonchilikda. Ko'z tegmasin avvalo. Zo'r. Mana shu 40 daraja issiqda, mana shuni palagida ustida bir olish yo'qda, boshqa pomidorlarni yekkanmiz, shu issiqlarda bir olib qoladi. Bunda bir olish ko'rmayapman dedi. Mana bugun bu MCSdan ham hozir SMS kelyapti, hurmatli kuzatuvchilar. Aynan kecha, bugun, ertaga rosa issiq bo'ladi deganda, anomal issiq bo'ladi. Anomal issiq deyilgan. Hozir mana haddan tashqari issiq bo'lishiga qaramasdan, aytganingizda barglar erkin holatda turibdi. Avaz aka, sizga ham katta rahmat. Ayni abed bo'lsa ham bizga ko'pchilik o'zi irim qiladi-da, abedda paykal kiritishga. To'g'risi, dehqonlarimizda bor shunaqa odat, lekin yo'q demasdan mana vaqt ajratdingiz avvalo, ruxsat berdingiz. Avaz aka, endi mana shu Surxondaryo bilamiz, respublikamizning eng janubiy mintaqasi bo'lib, mana Surxon zonasi yana ham janubga yaqin. Issiqqa, noqulay sharoitlarga chidamlilik qanday bo'ldi aka buni? Men mana shu pomidorni yekkandan keyin shu birov aytdi, xullas bunga chilla saqla, 40 kun bunga suv berma, ildizi unday bo'ladi, ildizi bunday bo'ladi deganda, men mana shuni pashta bir oydan o'taverib suvlayman degan jarayonda yana ustiga 12 kun, 13 kun kanal qurdi. Kanal qurgandan keyin bitta jib bo'lib, vobshin so'langlab, so'lib qoldi. Men mana shu pomidorni voz kechirdim. Yo'q, keyin shu suv quyib 3 kun, 4 kun oralig'ida suvni bosib o'rdim. Mana shu pomidor shu holatda keldi-da. Bo'lmasa men pomidorni o'zi bizib taylayman dedim. Men buni bizib taylayman dedim. Vobshin men bundan umidimni uzdim men. Bu deganingiz, demak, Avaz aka bir oy o'zi suvdan tortgansiz, 212 kun kanal sizga yordam qilgan, jami 42 kun bu suvsiz. 43 kun mana shu suvsiz. 43 kun suvsiz. Lekin buni keyin bilyapman, buni davna suvlab bunga chilla bermas kerak, suvlaverish kerak buni. Chunki palak keng o'tadigan pomidor bo'lsa, buni suvdan torsangiz minusga ketadi-da. Shunday, billa agar haliga bundan-da ziyat bo'lar ekanda, agar mana shuni suvdan tortmay, mana shuni suvlayverganimizga. Mana bu mevalarimiz, hozir ushlagan mevalar kamida 10 kun, 15 kun oldinga ushlab olardi-da hozir. Yek hosilni taylayvergan. Gulini bor-ku, o'sha yek hosil, shu suvsizlikdan yek hosilni taylayvergan. O'shanda ham shunaqa? Shunday, Buni qarang, mana hozir endi shoxlarni ayni issiqda nima qilmaylik, mana qarang. To'la hosilda. Demak, buni vaqtida mana shu yekkandan keyin shu 10 kun, 15 kunda ichida shu suvni bosib o'tishgan ekan boshida. Namini iloji boricha qochirmas ekan. Nam qochdimi, bu kishi mazasi qochar ekan. Lekin mana shu 42-43 kunlik suvsizlikdan keyin ham o'zini tiklab ketdi. Mana shu bir 15-20 kun ichida o'zgargan holat shuni. Ko'z tegmasin. Hurmatli dehqonlar, yana bir bor aytib o'tib ketamiz. O'sha izohlarda aynan shu pomidorni ko'z bilan real holatda ko'raylik degan surxonlik yoki atrofdagi dehqonlarimiz bo'lsa, izohlarda yozib o'tizlar. Shu yerda xudo xolasa seminar jarayonlarini tashkil qilib, Avaz akamiz bilan tajribalarini o'rtoqlashamiz, xudo xolasa. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar.